Assalomu alaykum. Yana bir Malibu 1 3-pozitsiya avtomat korobka sotuvda. Bundan oldingi qo'ygan Malibumiz 4 soatda baraka bo'ladi. Xudo xolasa bu mashinamiz ham tezda baraka bo'lib, o'z egasini topadigan umiddaman. Tonirovka ruxsatnomalari bor, 4 ta yangi shina taqilgan, Hadoy motor korobkasi tappa tayyor holatda, texnik holatlari a'lo darajada ushbu mashinamiz sotuvda. Shinani holatlariga o'zingiz baho berasiz. Yangidek diskani holatiga baho berasiz. Bo'yalmagan. Juda ham chiroyli holatda turibdi. Tonirovkalari juda ham o'ziga yarashib turibdi. Rangi oppoq, jemchug xohlamaydiganlar uchun zo'r variant. 4-avlod metan gazlari qo'yilgan. Undan tashqari Amerikanka diodli chiroqlar taqib qo'yilgan. Bu mashinamiz 2012-yil ishlab chiqarilgan. O'zida bunaqa chiroq bo'lmaydi, qo'yilgan bunda. Faqatgina 2013 oxirida shunaqa chiroq bilan jihozlangan bo'ladi. Oldi chiroqlariga ahamiyat bergan bo'lsangiz, rangi o'zgarib ketmagan. Tiniq holatda men haydab ko'rdim va mazza qildim. Chunki rulni elektronik qo'yilgan ekan. Malibu 2 ni elektro usletlar qo'yilgan ekan. Mana shu barmoqchangiz bilan burishingiz mumkin, chunki juda ham yengil. Pechkalarida, konditsionerida, 90 element kontrolida hech qanaqa muammosi yo'q. Hamma narsasi ishlab turibdi. Luklarida ham muammosi yo'q. Bundan oldingi Malibularni ham mana shu joylarini ochib ko'rsatdim. Hech qanaqa yorilib ketgan yoki da ishlamay qolgan joylari mavjud emas. Hamma narsasi ishlab turibdi. 95 ming kilometr masofani bosib o'tgan ekan. Kojalariga ahamiyat beryapsizmi? Juda ham chiroyli holatda turibdi. Va shofyorda o'rindiqlarini ham mana bu joylariga ahamiyat bersangiz, yorilib ketmagan, chiroyli holatda. O'rindiqda xotiralari, elektronikasida hech qanaqa muammosi yo'q akalar. Hamma narsasi ishlayapti, hattoki belli shishirishgacha ishlayapti. Yarim atamankalar ishlayapti, mana bu yerda ko'taryapti. Xullas, texnik muammosi yo'q. Olgan odam mazza qilib haydaydi. Xo'p, kapotni ochib ko'rsataman, обязательно. Videoda aytilmagan ma'lumotlar opисание hamda kommentariyada yozilgan bo'ladi. Xo'p, qayerdan ochilardi? Mana. Motor holatiga ahamiyat beryapsizmi? Toza ozoda turibdi. Xullas, olgan odam mazza qilib haydaydi. Hadoylariga mazza qildim. Malibularni ko'pini haydab ko'rganmiz sotishdan oldin, ya'ni kimdir e'lon qo'yishdan oldin biz bir haydab ko'ramiz. Tortishlar juda ham sho'stri ekan, metanga nisbatan juda ham zo'r. Bunaqa sho'stri Malibular kundan kunga kamayib ketyapti. Shulardan bittasi mana shu ekan. Faqat naqd pulga sotiladi, bo'lib to'lashga, qanaqadir mashinaga almashishga to'g'ri kelmas ekan. Olasiz, haydaysiz. Aytyapman, tonirovka ruxsatnomalarigacha mavjud. E'tibor uchun hammaga rahmat. Kanalga albatta obuna bo'lib qo'ying. Shunga o'xshagan Malibularni o'tkazib yubormaysiz. Bozorda 10 mingga topasiz, 11 mingga topasiz degan Malibulardan keskin farq qiladi bu Malibu. Bu Malibularni ham biz ko'rganmiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha salomat bo'ling.